gapirdilar. Kitoblar bilan maqtanishni boshlamoqdilar. Bir ustozdan so'rashdi-da, nima uchun sizning shogirdlaringiz sizdan 10 barobar kamroq bilishadi, lekin sizdan ko'ra mashhurroq. Lekin siz ulardan 10 barobar ko'p bilasiz, siz undan mashhurroq emassiz desa, ustoz bir ajoyib gapirgan ekanlar. Nima degan ekanlar bilasizmi? Meni shogirdlarim bilinmoq uchun ilm oldilar. Men esa bilmoq uchun ilm oldim. Kitob bu bepul ustozdir. U hech qanday sizdan minnatdorchilik istamaydi. Kitob har daqiqa o'qigan saring senga donolik berib boradi. Kitob u jonlidir, miyasi bor, faqat usti teri qoplangan. Kitob u senga sirli narsalarni jim aytib beradi. Bizda har qanday muammo, insoniyatning har qanday muammolarini faqat kitob yenga oladi. Kitobni eng do'stimiz bilsak, jamiyatimiz, xalqimiz rivojlanadi. Kitobsiz hech qanaqa iloji yo'q. Agar bizning ayollarimiz vaqtlarni kitoblarga sarflasalar, yana Beruniylar, Ibn Sinolar va buyuk insonlar yetishib chiqishiga sababchi bo'lamiz. Rahmat. Oltinga teng fikrlaringiz uchun katta